Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Samarqand iqtisodiyot va servis instituti iqtisodiyot fakulteti real iqtisodiyot kafedrasi professori, iqtisodiyot fanlari doktori Shodiyeva Gulnora Mardiyevna biznesni rejalashtirish fanidan mavzularimizni davom ettirmoqchiman. Bugungi mavzuyimiz korxona tavsifi deb nomlanadi. Biz ushbu mavzu korxonani iqtisodiy, tashkiliy, huquqiy asoslarini, uni operatsion imkoniyatlarini, shuningdek SWOT tahlili metodologiyasi va xatarlarni baholashni zamonaviy yondashuvlarni chuqur o'rganishga qaratilgan. Mavzu doirasida biz biznes rejani qisqacha mazmuni va korxona obro'-e'tibori, tashkilotni umumiy tavsifi, uni tashkiliy texnik imkoniyatlari, korxonani ustun va sust jihatlari, korxonani imkoniyatlari, xavf omillarini baholash xususida gaplashamiz. Endi bilamizki, har qanday investitsion loyiha yoki biznes rejani fundamental qismlaridan biri bu korxona tavsifi hisoblanadi. Mazkur bo'lim korxonani iqtisodiy, tashkiliy, huquqiy parametrlarini tizimlashtirib, uni tarmoqdagi o'rni, faoliyat, muhit hamda strategik salohiyatini batafsil yoritib beradi. Korxona tavsifini ishlab chiqishdan ko'zlangan asosiy maqsad xo'jalik subyektlarini iqtisodiy muhitga moslashuvchanligini, faoliyat yuritayotgan hudud, tarmoqlarni istiqbollik darajasini aniq asoslashdir. Investorlar, kreditorlar, hamkorlar aynan ushbu bo'lim orqali korxonani faoliyati, mamlakat iqtisodiy siyosati, bozor infratuzilmasi hamda zamonaviy rivojlanish tendensiyalari bilan qay darajada uyg'unlashganligini baholaydilar. Va bunda albatta bu 3 yo'nalishda amalga oshiriladi. Ya'ni korxona faoliyati bo'yicha avvalambor investorlarga tizimli va shaffoflik ma'lumotlarni taqdim etadi. Ikkinchidan, biznes rejani asosliligi va loyihani muvaffaqiyatiga bo'lgan ishonchi mustahkamlanadi. Va uchinchidan esa biznes rejani keyingi tahliliy bo'limlari uchun metodologik asos va metodologik zamin yaratadi. Shunday ekan, korxona tavsifini ishlab chiqishdan asosiy maqsad o'sha korxonani aytaylik, qaysi iqtisodiy muhitda faoliyat yuritayotganligini, uni xo'jalik faoliyati qanday sharoitlarda tashkil etilganligini va loyiha amalga oshirilayotgan hudud hamda o'sha tarmoqni istiqbolli darajasini ishlab chiqishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Korxona tavsifi odatda biznes sohani umumiy bayonidan boshlanadi. Bunda mamlakat hududi, viloyat, tuman yoki shahar iqtisodiy salohiyati, logistika qulayligi, mehnat resurslarini mavjudligi, kommunikatsiya infratuzilmasi, xom ashyo manbalariga yaqinlik hamda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish muhitining umumiy holati tavsiflanadi. Chunki korxona faoliyati faqat uni ichki imkoniyatlarigagina emas, balki tashqi iqtisodiy muhitga ham bevosita bog'liq bo'lib hisoblanadi. Tanlangan tarmoq bo'yicha faoliyat yuritish qarori eng avvalo tadbirkorning o'zi uchun ham puxta asoslangan bo'lishi kerak. Chunki biror sohada faoliyat yuritishni boshlashdan oldin ushbu yo'nalishdagi iqtisodiy imkoniyatlar, mavjud cheklovlar, bozor talabi, raqobat muhimi va sarmoya qaytimi bilan bog'liq masalalarni chuqur o'rganish zarur bo'ladi. Agar tadbirkor tanlangan tarmoqdagi rivojlanish tendensiyalarini, uni muammolarini va o'sish istiqbolligini yetarli darajada tahlil qilmasa, loyiha samaradorligi jiddiy xavf ostida qoladi. Shuning uchun ham korxona tavsifini ajralmas qismi sifatida tarmoqni joriy holati, rivojlanish istiqbollari tizimli tahlil qilish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mana investitsion jozibadorlikni baholashda asosan quyidagilarga e'tibor qaratiladi. Ya'ni birinchidan, o'sha tarmoqni rivojlanish bosqichi qanaqa ahvolda, uni iqtisodiy barqarorligini albatta tahlil qilinishi lozim. Bundan tashqari,
bozorga kirish, to'siqlari hamda tarmoqdagi daromadlilik normasini barqarorlik darajasi o'rganiladi. Shu bilan bir qatorda investitsion jozibadorlikni belgilaydigan asosiy omillar, ya'ni rentabellik, salohiyati, xavf-xatar, davlat imtiyozlari va resurslar bazasi o'rganiladi. Endi mana shu nuqtai nazardan albatta korxona haqida umumiy ma'lumotlar va biznes shakllari ko'rib chiqiladi. Bu yerda o'sha korxonani albatta ko'rsatilishi bo'lgan maxsus ma'lumotlar bor. Bu ma'lumotlar asosan quyidagilardan iborat. Avvalambor o'sha korxonani aytaylik to'liq nomi hamda rasmiy davlat ro'yxatidan o'tganligi, yuridik manzili, belgilangan tashkiliy huquqiy shakli, aytaylik boshqaruv tarkibi, ustav kapitali miqdori, davlat ro'yxatidan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma va bank rekvizitlari albatta bo'lishi kerak bo'ladi. Mulkchilik turi, asosiy faoliyat yo'nalishlari ko'rsatilgan bo'lishi shart bo'ladi. Biznesni aytaylik mahsulotlarni ishlab chiqarish biznesimi, tijorat biznesimi, albatta uni asosiy shakli ko'rsatilgan bo'lishi kerak, ya'ni sug'urta yoki vositachilik biznesimi. Mavjud bozor va yetarli deylik qondirilmagan talab yoki raqobatchilar tomonidan to'liq egallanmagan o'ziga xos segment, bu tadbirkor aynan shu uyani to'g'ri aniqlay olsa, bu bozor uyasi deyiladi va albatta kam resurslar bilan ham barqaror raqobat ustunliklariga ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Korxona tavsifini asosiy tarkibiy elementlari bo'lib quyidagilar hisoblanadi. Avvalambor tashkiliy huquqiy shakli, tarmoqda tavsifi, bozor tavsifi, resurslar, boshqaruv tizimi, hududiy joylashuvi, investitsion jozibadorligi. Ya'ni bu yerda tashkiliy huquqiy shakli deganda, masalan, biz o'sha korxonani yuridik maqomi, mas'uliyati cheklanganmi, aksionerlik jamiyatimi, xususiy korxonami va boshqa hududiy shakllarni yoki bo'lmasa mana tarmoqda tavsifi, korxona faoliyati yuritilgan soha, uni iqtisodiy tizimdagi o'rni, istiqbolli ahamiyati, o'sha bozorni tavsifiga keladigan bo'lsak, o'sha bozordagi hajmi, raqobat muhiti, segmentatsiya tahlili, maqsadli iste'molchilar xususiyatlari inobatga olinadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha korxona tavsifi biznes rejani fundamental qismi bo'lib, unda tashkilotni iqtisodiy salohiyati, operatsion imkoniyatlari, resurslar bazasi va bozor sharoitida mavqei batafsil yoritiladi. Demak, mazkur bo'lim investorlarga korxonaning strategik rivojlanish salohiyati va unga sarmoya kiritishni, iqtisodiy jozibadorligini xolisona baholash imkonini beradi. Demak, shu bilan bir qatorda o'sha korxonani umumiy tashkiliy texnik salohiyati qanaqa, ya'ni biznes rejani mana shu bo'limida korxonani faoliyati asoslari hamda uni tashkiliy texnik xususiyatlari tizimini yoritishga qaratilgan bo'ladi. Chunki taqdim etilgan ma'lumotlar investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdorlar tomonidan korxonani joriy operatsion barqarorligi va ishlab chiqarish salohiyatini xolisona baholash uchun zaruriy poydevor bo'lib hisoblanadi. Ya'ni korxona profilini umumlashtirish deganda biz nimani tushunamiz? O'sha tashkilotni tashkil etilgan sanasi, huquqiy maqomi, mulkchilik shakli, asosiy faoliyat yo'nalishlarini qanday qamrab oladi? Ushbu ma'lumotlar korxonani tarmoq tizimidagi strategik o'rni, iqtisodiy mavqeini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yoki bo'lmasa boshqaruv tizimini iyerarxiyasi, bo'linmalar o'rtasidagi vazifalar taqsimoti va qarorlar qabul qilish jarayoni shaffofligi hamda tezkorligi o'sha tashkiliy tuzilmani samaradorligida ko'rsatiladi. Ishlab chiqarish quvvatlari, texnologik jihozlanganlik darajasi, jarayonlarni avtomatlashtirish imkoniyatlarini hamda joriy etilgan texnologik yangiliklarni samaradorligini batafsil ochib berish uni texnik va innovatsion imkoniyatlarini ko'rsatib beradi. Korxona boshqaruv tizimini tashkiliy tuzilmasi
asosan quyidagilardan iborat. Avvalambor, zamonaviy korxona boshqaruv tizimi bu o'zaro bog'liq bo'lgan uchta asosiy darajani qamrab oladi. Bu strategik boshqaruv, o'sha korxonani uzoq muddatli maqsadlarini, strategiyasini qarasa, ikkinchisi muvofiqlashtirish, resurslarni taqsimlash orqali operativ boshqaruv amalga oshiriladi. Monitoring, baholash tizimini tuzatish orqali nazorat tizimi amalga oshiriladi. Demak, bu yerda har bitta korxona rahbari qoshidagi tarkibiy bo'limlar, ya'ni marketing bo'limi, ishlab chiqarish bo'limi, moliyaviy bo'lim, albatta ularni hammasi to'liq ma'lumotlarni batafsil yoritib bera boshlaydi. Endi korxonani ishlab chiqarish resurslarini tarkibi qanaqa bo'lishi kerak degan savol tug'iladi. Ya'ni bu yerda bozorda iqtisodiy mana shu muhit faqatgina bilasizki vaqt jihatidan emas, balki hududiy jihatdan ham demak farqlanadi. Korxona tavsifida biznesni shakli, tavsifiy modeli ham ko'rilgan. Mana biz bular haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Undan tashqari o'sha korxonani mavjud umumiy tavsifidan tashqari uni aytaylik asosan ishlab chiqarish resurslarini tarkibi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga nimaga tushunamiz? Bu asosan o'sha avvalambor moddiy resurslar ushbu guruhga albatta ishlab chiqarish binolari, texnologik uskunalar, transport vositalari, infratuzilma hamda xomashyo bazalari kiradi. Mehnat resurslariga korxonadagi inson kapitalini ifodalaydigan ushbu resurslar, kadrlar salohiyati, ularni malakasi, tajribasi, mehnatini tashkil etish tizimini qamrab oladi. Moliyaviy resurslar esa ustav kapitali, investitsiyalar jalb etilgan kredit mablag'lari, korxonani o'z va aylanma mablag'lari kiradi. Ya'ni axborot resurslari esa bilamizki zamonaviy iqtisodiyot sharoitida alohida ahamiyatga ega bo'ladi, chunki axborot texnologiyalaridan foydalanib ishlab chiqarish jarayonini boshqarish, marketing faoliyatini tashkil etish, strategik qarorlar qabul qilish hamda uni samaradorligini oshiradi. Shu sababli korxonalar albatta zamonaviy axborot tizimlari, raqamli texnologiyalarni joriy etishga muhim ahamiyat kasb etishi lozim bo'ladi. Endi bu jihat esa o'sha tashkiliy texnik elementlar, demak boshqaruv tizimi bo'limlari o'rtasidagi vazifalarni deylik, mana moddiy resurslarni biz ko'rdik. Moddiy resurslar ular binolar va aytaylik uskunalarni ishlab chiqarish infratuzilmasini, mehnat resurslari haqida tushunchaga ega bo'ldik. Mana shu korxonani tashkiliy texnik imkoniyatlari qanchalik yuqori bo'lsa, uni bozor sharoitida muvaffaqiyatli faoliyati yuritish ehtimoli ham shunchalik katta bo'ladi. Zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari, malakali kadrlar, samarali boshqaruv tizimi mavjudligi korxonani raqobatbardoshligini oshiradi. Demak, biz xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana shu korxonani tashkiliy texnik salohiyati uni bozor sharoitidagi raqobatbardoshligini belgilaydigan asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Endi bu jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana quyidagi jadvalda to'liq har bitta elementni nomi, uni mazmuni va korxona faoliyatidagi ahamiyati albatta mana keltirilgan. Mana shu jadvaldan siz ko'rishingiz mumkin. Endi korxona faoliyati tomonidan bilamizki, har faoliyatini har tomondan baholash bu kelgusidagi rivojlanish strategiyani shakllantirishda albatta SWOT tahlili usuli beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ushbu tahliliy yondashuv korxonani ichki salohiyati, tashqi muhitdagi o'zgarishlar tizimini o'rganish orqali mustahkam rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiladi. Ushbu usul yordamida korxonani ustun jihatlari,
demak, sust jihatlari yoki bo'lmasa rivojlanish imkoniyatlari hamda tashqi xavf xatar omillari aniqlanadi. Demak, strengths korxonani ustun jihatlari, weakness bu korxonani sust jihatlari, opportunities tashqi muhitdagi imkoniyatlar, threats tashqi muhitdagi xavf xatarlar bo'lib hisoblanadi. Mazkur tahlil usuli strategik rejalashtirish jarayonida keng qo'llaniladi, chunki u korxona faoliyatini ikki asosiy nuqtai nazardan ichki va tashqi omillar asosida baholash imkoniyatini beradi. Ichki omillar demak o'sha korxonani o'z resurslari, boshqaruv tizimi, texnologik darajasi va moliyaviy imkoniyatlar bilan bog'liq bo'lsa, tashqi omillar esa o'sha bozor konjunkturasi, ya'ni raqobat muhiti, davlat siyosati, iqtisodiy sharoitlar bilan bog'liq bo'ladi. Korxonani ustun jihatlar deganda, demak, uni aytaylik, asosan nisbatan uni raqobatchilarga nisbatan ustunlik beruvchi ichki imkoniyatlari tushuniladi. Bunday ustunliklar o'sha qatoriga zamonaviy texnologiyalarni mavjudligi, malakali kadrlarni mavjudligi, yoyinki samarali boshqaruv tizimi va barqaroriy moliyaviy resurslar borligi tushuniladi. Ushbu omillar korxonani bozorda mustahkam mavqeni egallash, raqobat ustunligini ta'minlash imkoniyatini beradi. Korxonani esa sust jihatlari esa uni ichki muammolari yoki rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillarni ifodalaydi. Masalan, ishlab chiqarish texnologiyalarini eskirganligi, marketing faoliyatini yetarli darajada rivojlanmaganligi va albatta ushbu omillarni aniqlash korxona rahbariyatiga ularni bartaraf etish bo'yicha zarur choralarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi. SWOT tahlilini bu uchinchi elementi, bu imkoniyatlar elementi bo'lib hisoblanadi. Ular tashqi muhitda yuzaga keladigan ijobiy omillarni ifodalaydi. Masalan, bozor talabini o'sishini, yangi texnologiyalarni paydo bo'lishini, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari yoki yangi bozorlarga kirish imkoniyatlarini korxonani rivojlanishi uchun muhim imkoniyatlar yaratishi mumkin. Tashqi xavf omillari, mana xavf xatarlarga esa korxona faoliyatida albatta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillar kiradi. Bular qatoriga mana ko'rib turibsiz, albatta raqobatbardoshlik kuchayishi, aytaylik, soliq siyosatidagi o'zgarishlar, xom ashyoni narxlarini o'sishi, texnologik taraqqiyot natijasidagi o'zgarishlar kirishi mumkin. Endi SWOT tahlilini mana biz elementlarini siz bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Endi shu bilan bir qatorda biz korxonani SWOT tahlil namunasi va strategik yondashuvlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda SWOT tahlilini bu jihatdan amaliy ahamiyati shundan iboratki, strategik rejalashtirishda korxona o'zini kuchli tomonlariga tayangan holda mavjud imkoniyatlarni maksimal darajada realizatsiya qilish yoki ichki afzalliklar, kamchilik, zaifliklarni bartaraf etish orqali tashqi xavf xatarlarni salbiy ta'sirini aytaylik neytrallashtirish bo'ladi, amalga oshiradi yoki aytaylik shu jihatlarni qo'shgan holda, ya'ni mavjud sust jihatlari hamda aytaylik xavf xatarlarni strategiyasi orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash imkonini beradi. Shular bilan bir qatorda korxona faoliyatini samarali rejalashtirish jarayonida uni rivojlanish imkoniyatlari va ehtimoliy xavf omillarini baholash albatta muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday tadbirkorlik faoliyati ham ma'lum darajada noaniqlik, tavakkalchilik bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli biznes rejada korxona imkoniyatlarini aniqlash bilan bir qatorda uni faoliyatida salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan xavf
omillari ham tahlil qilinishi zarur. Korxona imkoniyatlari deganda uni iqtisodiy, texnologik va tashkiliy salohiyati asosida erishishi mumkin bo'lgan rivojlanish istiqbollari tushuniladi. Bunday imkoniyatlar odatda bozor talabini o'sishini, yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish yoki yangi bozor segmentlarga kirib borish bilan bog'liq bo'ladi. Korxona ushbu imkoniyatlardan oqilona foydalanishi orqali o'zini raqobatbardoshligini oshirishi va iqtisodiy samaradorligini ta'minlashi mumkin. Korxona imkoniyatlarini baholash bir qator omillarni hisobga olinadi, jumladan korxonani ishlab chiqarish quvvati, moliyaviy resurslari, kadrlar salohiyati, innovatsion imkoniyatlari hamda marketing strategiyasi bu yerda muhim rol o'ynaydi. Ushbu omillar korxonani bozor sharoitida barqaror faoliyat yuritishlari uchun asosiy omillar bo'lib hisoblanadi. Bu yerda mana deylik bozor xavflari, moliyaviy xavflar, ishlab chiqarish xavflari, tashkiliy xavflar, iqtisodiy xavflar bular jumlasiga kiritishimiz mumkin. Endi mana shu holatda albatta risklarni boshqarish jarayoni bo'yicha ham deylik ma'lum bir strategiyalar ishlab chiqiladi. Bu yerda deylik asosan risklarni boshqarish jarayonida risklar aniqlanadi, baholanadi, kamaytirish yo'llari ko'rib chiqiladi va monitoring ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni diversifikatsiya riskni boshqarishni strategik usullaridan biri hisoblanadi. Korxona faoliyatini bir nechta yo'nalish bo'yicha diversifikatsiya qilish, mahsulot assortimentlarini muttasil yangilash va xalqaro bozorlarda ishtirok etish risklarni samarali taqsimlash va yo'qotishlarni imkonini beradi. Demak, mana bugungi mavzuyimiz qisqacha mazmuni shundan iborat. Mavzuni takrorlash uchun sizga e'tiboringizga savollar havola qilinmoqda. Hurmatli talabalar, mana shu savollarga to'liq javob berib, modul tizimiga yuklab qo'ysangiz va keyingi darslarda bu savollar bo'yicha muhokamalarni amalga oshiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.